Bu yil 15 aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni uzluksiz qariyb 1 oy 2 oy davom etdi desam to'g'ri bo'ladi. Mustaqillik arafasida ham bu qadar ko'p mukofotlanmagan. Hayit bayrami arafasida ijodkorlarga alohida hurmatli prezidentimizni bu mehr muhabbatlari deb aytishim mumkin. Va yana bir xursandchilik shunda bo'ldiki, hurmatli prezidentimiz nafaqat bugun yashab ijod qilayotgan, balki marhum san'atkorlarni ham eslab va nafaqat mana shu prezidentimizni eslaganlari, butun xalqimiz esladi ularni qaytadan. Oilalari va ularning orqasidagi shogirdlarini qancha xursand qiladi bu narsa. Men shaxsan o'zim shu o'tgan ustozlarni bir nechtalarini uylariga borib, o'sha orden medallarini topshirishda o'zim ishtirok etdim. U yerdagi xursandchilik, u yerdagi holatni men so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Chunki qanchalarda o'zim qo'shilishib yig'ladim ularga, o'sha hissiyotlarimni tutib tura olmadim. Chunki aura shunaqa edi. U yerda shunchaki sabr qilib turish juda qiyin edi. Chunki haqiqatda ular uchun ham mutlaq kutilmagan, xuddi bir osmondan tushgandek va o'sha kunlari hammasida tabiiy o'sha biz xalqimizda bir an'anaga aylangan bu hayit bayram kunlarida o'tganlarimizni yodlaymiz, o'shalarni esga olamiz va mana shu davrda buni nafaqat sizlar, men ham sizlar bilan birga eslayman bularni degandek hurmatli prezidentimizni ularni mukofotlashlari bu insonni qanchalar bu sohaga bo'lgan mehr muhabbatlari va o'sha yurtimizda inson qadri degan bugun islohot shunchaki quruq gap emasligi va bugun darhaqiqat mehnat qilib o'tib ketgan bo'lsa ham ular qadrlanayotganligi, shu xalqqa bir katta mehnat qoldirganligi, katta bir maktab qoldirganligi, qanchadan qancha shogirdlar qoldirganligi, bejiz ketmayotganligi, bu tom ma'noda hurmatli prezidentimiz o'zbek madaniyatiga hayot bag'ishladilar deb ayta olaman.